Urganch tumani Turkmanlari mahallasida joylashgan Ullu hovli majmuasida Adliya vaziri o'rinbosari tomonidan fuqarolar uchun sayyor qabul o'tkazildi. Hozir shu haqda. Xalq bilan yaqindan muloqot qilish, ularni tashvishlantirayotgan muammolarga huquqiy ko'mak berish hamda fuqarolarning huquqiy ongi va madaniyatini oshirish dolzarb ahamiyatga ega. Sayyor qabul oldidan huquqiy avtobus loyihasi doirasida sayyor davlat xizmatlari ko'rsatildi. Shuningdek, bo'sh ish o'rinlari mehnat yarmarkasi, bank moliya muassasalari tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlar, yashil energiya resurslari ko'rgazmasi, soliq organlari tomonidan aholiga va tadbirkorlarga yaratilgan imtiyozlar namoyish etildi. Ushbu sayyor qabulda aholi va tadbirkorlarni qiziqtiradigan savollar, ularni huquqiy ongini rivojlantirish, ularga huquqiy yordam ko'rsatish, tadbirkorlar va biznes vakillariga tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha maslahatlar berish va ularning muammo va takliflarini eshitish bo'yicha sayyor qabul bo'lib o'tmoqda. Ushbu sayyor qabulda mana biz soliq organlari ham qatnashyapmiz. Adliya sohasidagi, balki soliq sohasidagi oxirgi yengillik va ketayotgan o'zgartirishlar, fuqarolarga va tadbirkorlarga berilayotgan imtiyozlar bo'yicha tushuntirish berib o'tilmoqda. Ushbu qabul jarayonida fuqarolarga soliq bo'yicha kiritilgan oxirgi o'zgarishlar bo'yicha tarqatma materiallar bilan ularga taqdim qilib tushuntirishlar berib o'tildi. Tadbirda fuqarolarni uzoq yillardan buyon qiynab kelayotgan masalalardan yana biri o'zboshimchalik bilan qurilgan kadastr hujjatiga ega bo'lmagan hamda e'tirof platformasi orqali rasmiylashtirilib, egalik huquqi berilgan uy-joy egalariga sertifikatlar topshirildi. Urganch tumanida Hilol mahallasida yashayman. 80-yillarda solingan imoratimni shu kungacha kadastr hujjatlari yo'q edi. Bunga sabab hokimiyatning qarori yo'q degan sabablar bilan shu kungacha bormagan eshikimiz qolmadi. Shu kunga kelib, yana Adliya boshqarmasi tomonidan shu uylarimizda hujjatlarni to'g'rilab berdi. Imoratimning hujjatini qo'la oldim. O'z oilamda orqan tinch yashash huquqiga ega bo'ldim. Xalqning og'irini yengil qilgan uchun prezidentimizga katta rahmat. Sayyor qabulda fuqarolar asosan uy-joy, kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish, aliment, ijtimoiy himoya, moddiy yordam, ish bilan ta'minlash, dehqonchilik bilan shug'ullanish uchun yer ajratish, subsidiya, imtiyozli kredit olish, soliq imtiyozlaridan foydalanish, elektr energiyasi va ichimlik suvi tarmog'idagi muammolar, davolanish uchun imtiyozli yo'llanma olish tartiblari yuzasidan murojaatlar qildilar. Ayrim murojaatlar joyida hal etildi. 20 nafar fuqaroga huquqiy tushuntirishlar berildi. 34 nafar fuqaroning murojaatlari qo'shimcha o'rganish uchun nazoratga olindi. Jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan ko'tarilgan masalalarni hal etish bo'yicha mutasaddi idora va tashkilotlar vakillariga tegishli ko'rsatmalar berildi. Prezidentimiz har yil avgust oyida tadbirkorlar uchun muloqot o'tkaziladi. Shu muloqot oldidan Adliya vaziri o'rinbosari kelib, bizani o'zi qabul qildi. Qabulga keldik, hamma muammolarimizni aytdik. Auksion orqali yer ajratib berishlarini so'rab chiqdim. Mening murojaatim ijobiy hal qilinadi degan umiddamiz. Imkoniyatlardan biza unumli foydalanib, shu o'zlarimizning ish faoliyatlarimizni ko'rsatib, muvaffaqiyatlarga erishishni oldimizga maqsad qilganmiz. Shuningdek, Davlat xizmatlari markazi tomonidan 50 nafardan ortiq fuqarolarga davlat xizmatlari ko'rsatildi. Madad nodavlat notijorat tashkiloti tomonidan fuqarolarga bepul birlamchi huquqiy yordam hamda huquqiy tushuntirishlar va maslahatlar berildi.